Bugungi videomizda biz qishloqlar haqida o'rganamiz. Ya'ni qishloqlar kim? Ularning har xil turi bor. Masalan, naqshchi yoki kamonchi. Mana. Daraxt sotasizlar, sizga ishlarga pul berishadi ular. Voy. Oldinga ko'rsatayina qala. Yurib ko'rurlar-da. Men ham tozalashga ulgurmagandim, mayli. Uzoqroqqa ketaylik. Temamizga qaytsak, mana. Qishloqlar. Har xil turi bo'ladi. Qishloqlar mana fermachi, mana fermada bo'lib bironta narsani berasiz, sizga pul beradi, pulni nasorashda qarang. Bu qanaqa ekan? Ko'ramiz, ha. Agar 20 ta kartoshka bersalar, sizlarga bitta zumrad beradi. Bitta zumraddan 10 tasini olasizlar. Qanday? Har xil turlar bor. Mana paxta-paxtami? Qara, 25 ta ko'mirga bitta olmos, bilan izumrud, keyin 7 ta izumrudga bitta shim. Yaxshi? Mana. 4 ta temirga bitta izumrud, bitta izumrudga qanaqa deb o'tiraman. Zarafali. Qaroqcha shunaqa. Ya'ni qishloqlarning birga nima bor? Ya'ni bular qishloqmi? Bular yolg'on gapir haligi film bo'ladi-yu, yolg'on gapirsa zulm bo'lib ketadi. Shunaqa gapirsa ular keyin yolg'on gapirsa ular. Ay. Xo'sh, men bunday emasman. Shunday esan, aytib qo'y. Yo'q deyapman-ku. Qutdan ko'raman. Bo'yiga sen kimsan tiqib qo'yaman. Bo'yiga bo'lsa ham o'zingga. Men bo'yiga bosman. Men xarabram bo'lsa, 100 ta g'alaba qutdan ko'raman. Nima deyapsan? So'ng maslahalarim. Yo'q, o'sha endi sen gaplash. Qishloqqa cho'ta. Yo'qmayapsan, bu. Sen tayyormi? Bismillah. Qabringni tayyorlab qo'yur. Bismillah. Men qachon qo'yaman. Mana qaysi bir o'ynashasan men bilan? Bor, qaysi bir ayting. Yo'q, men emas. Senmi haritachi qishloq? Ha, sen? Yo'q, men emas. Hadabsenchi? Yo'q. Bo'ldi. Sen qochib yuribsanmi? Men qachon? Men nega haqq narsa deganim yo'q. Men sen bilan urishmoqchi bo'lding. Men qachon seni endi yo'q qilaman. Manafi. Yo'q qilaman seni. Yo'q qilaman ekan. Buni hammani sen menga qachon kimsan? Shunchalik. Sani yo'qlaman kerak bo'lsa. Senlarni ham yo'qlaman. Men ajalman, sen ko'rma. Men qochib. Sen ajalingdan qocha olmaysan. Men ruhmanna. Men aytaveram. Qishloqlar ichida yuzvasa qilmoqchi edim, mayli. Qishloqlar yig'lab yubormasin. Nima yuzvasa qilmoqchi eding? Katta xolamda yuzvasa qilmoqchi edim. Mana. Ana yana bittasi. Yashirib olmaymisan? O'shasi bo'ldi. O'shasi yo'q bo'ldi. Ne o'zimiz kinoga qaytamiz. Bilmayman. Kinoga qaytamiz bo'ldi. Ya'ni men tomdan yo'qotib qo'ydim. To'g'ri. Qishloqlar
Ular kim? Ular qanday şey? Ular yoqtirgan şey. Ular masalan kechqurun ishga kirishmaydi, ertalab ishga kirishadi. Agar kechqurun qo'yib qo'yishingga baribir kirishmaydi u ishga. Ular kechqurun uxlaydi. Ertalab agar uxlashga joy yetmasa, demak ular zombilarning qo'liga tushib o'lib ketishadi. Mana shunaqa. Hammaga har men bor harakat qilib, boshqa lifehacklarni topdim bolalar. Hammaga har sizlar bilan men joyda.